Shahrisabzda Miraki Gardens mehmonxonasidamiz. Bu yerda eshik mebellarini qilib berganmiz. Bu Hobbit kinosidagi asosiy o'xshashli jihatlardan bittasi desa ham bo'ladi. Buni yasalishi tepalikda joylashgan edi. Buni angar qilib, betondan quyma qilib, g'or qilib qurilgan. Undan keyin bo'tga har bittasi alohida-alohidadan 4 ta zdaniya tushgan va tepa tarafiga hammasiga ko'rib turganingizdek turpoq qilingan va toshlar bilan ishlov berilgan. Har bitta xonada alohida dumaloq oyna qilingan. Har bitta narsa interyer dizayner bergani asosida chiqazib berishgan. Endi xonamizga kiramiz. Xonamizga mana shunaqa qalin obshivkali eshikdan kiramiz. Eshigimizni ham o'ziga yarasha dizaynni qilib berganmiz. Unga alohida baho berasizlar. Eshigidan kirganimizdan keyin bu yoqda televizor zonasi. Televizor zonasi mana shu oyog'ini taxtadan yasaganmiz. To'liq taxta, mana shunaqa tepasi ingichkalashib borish kerak bo'lgan. Bu chimadan qo'yib qo'yadigan yoki nimadirlar taxlab qo'yadigan qilib, bu yerda televizor zonaga joy qoldirganmiz. Bu shkafimiz balandligi 2,5 metr. Xuddi shu dizaynni berilgan, cheti avalniy bo'lib tugash kerak edi. Shu narsani qilib berganmiz va buni fasadi shipon va ma'minisi искусственный ratanni yopishtirib turib qilib berganmiz. Dizayn nima bergan bo'lsa, xuddi shu narsani chiqazib berganmiz. Bu sanuzulga kirib ketadigan eshigimiz proyomi kichkinaroq qoldirilgan, lekin mana shu narsani xuddi o'sha hamma dizaynlar bir xil, dizayner bergan narsani birga bir qilib chiqazib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, 3 xil rang aralashgan, shipolli joyi ham bor, stalnoy joyi ham bor va qora joylar bilan o'zgacha vid beryapti. Bu yoq tarafimizda ahamiyat beradigan joylarimizdan shunaqangi yulerni ishlardan bittasi biza qilmaganmiz-ku, lekin mana shuni effektini, tosh effektini chiqarib berishgan, gipsdan chiqarilgan, har bittasi o'ymakorlik darajasida qilib berilgan. Va kravatimiz ko'rib turganingizdek tumbuchkasi tortmasiz bu yerda variant berishgan. Xuddi shu narsani chiqazib berganmiz va kravatimizning spinka tarafi mana shunaqa avalniy tugashi kerak bo'lgan va shu narsani qilib berdik. Bu yerda kravatimizning balandligi 35 sm tugashi kerak edi. Shu narsani chiqazib berildi. Biyoz zonamizda bu yerda ham parta bo'lib ishlasin, ham trimo bo'lsin deyishgani uchun bu yerda mana shunaqa yechim qilingan. Dizayner bergan varianti xuddi shu narsani chiqazib berganmiz. Bu yerda oyna qo'yib yuborilgan. Oyna qo'yilganda bu trimo varianti ham ishlayveradi va buni ham xuddi shu avalniy qilib, uni mehnati juda og'ir, o'zimiz boshidan turganimiz uchun bilamiz, hammasi avalniy qilib, shipondan bukib o'zimiz yasaganmiz. Bu g'or xonalarimizda alohida effektni mana shu oynaga qaratilgan, mana oyna turibdi va mana shu ko'rpachani ham qilib berganmiz. Buni ro'parasiga mana shu narsani berilgan edi. Xitoydan olib keltirildi va mana shu narsani bitta kreslo, bitta jurnalniy bilan qilib berdik. Sizlarga ham xohlagan stilingizda xonangizga mebellarni, eshiklarni yasab berishimiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar.